와우, 정말 공기가 먹네요. Sport bu hayot, harakat, mehnat va orzu. Men uchun bu orzular faqat musobaqada emas, ta'limda ham o'z ahamiyatiga ega. Ayniqsa sportni qadrlaydigan, orzularni qo'llab-quvvatlaydigan yurt Janubiy Koreya. Men tanlagan joy esa Dongshin universiteti. Dongshin universiteti xususiy universitet hisoblanib, Janubiy Koreyaning Naju shahri. Tabiat va innovatsiya uyg'un joyda joylashgan. Ushbu universitetga Lee Jang-woo Paksanin 1987-yilda asos solgan. Universitet binosida yotoqxona, sport zal, kutubxona, laboratoriya, xalqaro talabaga zarur hamma sharoitga ega bo'lib, hamda O'zbekistondan borgan talabalarimiz uchun maxsus namozxonalar ham mavjud. Xalqaro talabalar uchun barcha sharoitga ega bo'lgan ushbu universitet sizning imkoniyatlaringizni qadrlaydi hamda topik IELTS ballingizga qarab sizga 100% dan 50% gacha grantlarni taqdim etadi. Topic City Consulting xizmati orqali so'nggi yillarda 500 dan ziyod o'quvchimiz Dongshin universitetida bakalavr hamda magistratura bosqichi uchun 70% dan 80% gacha grantlarni yutib tahsil olishmoqda. Ha aytgancha, ushbu universitetda bakalavr bosqichi uchun 4 kun, magistratura bosqichi uchun esa 2 kun dars kuni hisoblanib, siz ham o'qib, ham ishlash imkoniyatiga egasiz. Hamda universitet diplomi xalqaro diplom hisoblanganligi uchun O'zbekistonda ham sohangiz bo'yicha ishlash imkoniyatiga egasiz. Siz ham Topic City Consulting xizmati orqali Koreyaning nufuzli universitetlarida grant asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlar bilan bog'laning.